Bu inson oq sochlarni bekitmoqchi bo'lib, sochlarini bo'yatmoqchi bo'ldi-yu, ammo natija kutilgandek bo'lmadi. Har bitta soch turmagining nomi bor. Agar soch turmagi nomini bilmasangiz, ushbu yigitni ahvoliga tushib qolishingiz mumkin. Tuxumda achchilganday bo'lib qolibsan deyishganda unchalik tushunmasdim, ammo bu videoni ko'rib nimaligini tushundim. Kanalimga obuna bo'ling, biz bilan siz aqlli va yanada xavfsiz bo'lasiz.